O'zbekistonda yurgan paytlarim o'zi mashinliklar ko'rib mashindan bo'lib ketgan edim. Amerikada turib ham o'sha o'zbekistonlik mashinliklarga uchradim. Bir-birini ko'ra olmaydigan ich qoralar tiqilib yotibdi bizda. Rossiyada bilasizlar o'zbeklar nomi qanchalik qoralanib ketgan, millatchilik qilishadi va hokazo. Amerikaga kelib ham akalar, mana sherigim Ulug'bek da mashi bola bitta Amerikada o'zbeklarning kompaniyasiga kirgan, Truck kompaniyasiga ishga va'dalar berib chaqirishgan, umuman va'dalarning hech qaysi biriga sootветствовать qilmagan, xullas yolg'onlar berib chaqirishgan. Bu bola eshitadi, ishlagan, bir tiyin pulni berishmagan. Keyin bo'ldi, akalar sizlar va'dalar qilgan narsalar qilmadinglar, menga aytgan narsalarni. Men ishdan chiqib ketaman desa, ular chiqmaysan deb har xil bahonalar qilib, bu bola oxiri urush janjal qilib, ko'ktursik chiqib ketdi ishdan. Va orqasida mana hozir bitta hujjat kelyapti. O'sha kompaniya, o'zbeklarning kompaniyasi bu bolani pravasiga, ya'ni nima deydi, bizda eng katta dasaf bo'ladigan bo'lsa, Amerikada FMCSA shularga report yozishgan, ya'ni xat yozishgan. Bizni palonchi, boy pistonchi sherigimiz, to есть ishchimiz nasha chekib trak haydardi, alkogol ostida trak haydardi. Buni pravasini atmen qilib beringlar, iltimos deb anaqa jo'natishibdi. Xat jo'natishibdi o'shalarga. Hozir bizga keldi, bu hayron, hozir dumkada jinni bo'lib qoldi. Hozir lekin o'sha kompaniyaga chiroyli bir atvetlar qilishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu bola bilmaydi, o'sha kompaniyani yozganlar, bu bolani ustiga yozganlar bilmaydi shekilli kim bilan tanishligini, kim bilan yurishini bu bolani. Ko'rasizlar, bir-biringlar paddesha qilinglar, o'zbeklar hamma yoqda bir-biringlar chopishga harakat qilmasdan, Amerikani ham dashmashna qilib tiqoryapsizlar kirib ketadigan joyinglarga.